Labi metan balon qo'yishdan oldin tayyor profil barlar qo'yamiz hozir. Bitgandan keyingi holatni ham ko'rsatamiz. Tayyor taxtacha qilingan narsa bo'lmaydi. Bir tomoni mana shu duga qo'ytiradi. Bir tomoni mana bu hozir profil qo'yamiz. Ishli bo'ladi. Hozir bitgandan keyingi holatni tashlaymiz videosi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Mana ke profil vard bo'lgandan keyingi holati. Bir tomoni o'sha profilga bog'lab yopishadi. Ikkinchi tomoni mana duga turadi. Umuman yorug'ish degan narsa bo'lmaydi endi, cho'kmaydi, osilib qolmaydi gaz balon. Bo'shab ketmaydi. Bir qo'ylar turja qoladi tayyor. Rejasini turib bor tutib keladi. Hozir balon qo'yilgandan keyin ham yana bitta syomka qilamiz. Mana qotgandan keyingi holati tayyor rezincha qo'ydi, ikkita profilga tegmay turibdi gaz balon, lekin rezina tiralib turibdi. Ikki tomon mayli qitmaydi. Kam tepasi ham shuncha zarur. Mana ke bu tomondagi holat. Ekranni ostidagi gaz zarur. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, standart servisga murojaat qilasizlar. Telefon nomeri pastda yozilgan.